Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Uylanganimga 4 yil bo'ldi. O'zim tanlagan, yaxshi ko'rgan qizga uylandim. To'g'risi, to'ydan oldin bo'lajak xotinimning rozisini olish uchun rosa ham jon kuydirishimga to'g'ri kelgan. Sovg'a salomlari, ko'chaning boshida uni yo'lini poylashlari, xullas, rosa ham xunobimni chiqargandi. Endi u tufayli uni orqasidan yuradigan bolalar bilan mushtashlashlarini-ku aytmasam ham bo'laveradi. Xotinim oilasida 3 farzand bo'lishib, u eng kattasi. Undan keyin 3-sinfga boradigan ukasi va 6 yoshli bir singlisi bor. Baxtga qarshi dadasi boshqa oilasi bilan turadi. Bilishimcha, qaynonam bundan 3 yil oldin erini boshqa xotin olganidan xabardor bo'lgach, buni kechira olmay qattiq turib olib ajrashgan ekan. O'shanda kenja qizi tug'ilgach, qizining sog'ligida muammo chiqib, shu 2 yil faqat kasal chaqalog'ining dardi bilan eri ikkinchi xotinga uylangan ekan. To'g'risi, qaynotamning bu qilmishiga men haligacha hayron qolaman. Chunki qaynonam hech ham o'g'zining yoshiga mos ko'rinmaydi. Birinchi marta ko'rganimda u kishini xotinimning opasidan 2-3 yosh katta opachasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Haqiqatni bilgach esa hayratdan yoqa ushlaganman. Noqulay bo'lsa ham aytay, chunki qaynonam xotinimdan ham chiroyliroq edi. Uni qaraslari desammi, og'zini tutib bosib holda chirtib gapirishlari desammi, uning nimasidir odamni bir oz uning qarshisida tortinib, o'ylanib gapirishga majbur qiladi. O'zida tonishidan farzandi bor ayolga ham o'xshamaydi. Shundoq ayoldan voz kechgan qaynotamga bir umr men tushunmay yotsam kerak. Gapimni davom ettirsam, xullas, to'yim o'tganidan so'ng 5 oydan keyin ayolimni tobi qochdi. Sal narsaga sillasi qurib, boshi aylanadigan bo'lib qolgandi. Shifokor ko'rigidan o'tkazib, uning homilador ekanligini bildik. Uyda shodiyona bo'lib ketdi o'sha kuni. Vaqt o'tib, xotinim o'g'il tukdi. O'sha kuni men dunyodagi eng baxtliyor ota edim nazarimda. Lekin homiladorlik jarayonida ayolimni ko'p bora tobi qochdi. Ayniqsa, bolani tug'ishda ayolingizning jonini bir o'limdan asrab qoldik deb shifokorlar bizlarni tamoman qo'rquvdan gandiraklatib qo'yishdi. Xotinim va o'g'limni uyga olib kelgach, ularni boshimda ko'targudek avayladim. Xudoga shukr, o'g'lim pahlavondek mixtqini olib bosdi. U 2 yoshga kirgacha esa xotinim yana bir bor menga quvonchli bir xabarni yetkazdi. Men yaqinda yana ota bo'lar ekanman. Bu xabardan boshim ko'kka yetgandi. Ammo xotinim bir oz tashvishli qiyofada ko'rinardi. Keyin bilsam, u birinchi homiladorlik vaqtidagi yuz bergan izlanishlar yana qaytarilishdan cho'chiyotgan ekan. Uni tinchlantirib, unga dalda berishga qanchalik urinmay, to'g'risi, o'zim ham bu haqda o'ylaganim sari vahimaga tushaverardim. Sababi o'shanda xotinim tug'ruq mahalli bir o'limdan qolgandi. Ayniqsa qaynonam rosa ham sirichlab qolgandi. Bizlarnikiga mehmon bo'lib kelib, qiziga yaxshi bir ginekolog topganini ma'lum qildi. Xotinim homiladorlik jarayonida o'sha vrachning ko'rigidan o'tib turadigan, tug'ruq mahalli esa o'sha vrach o'zi ishtirok etadigan bo'ldi. Bizlar qarshilik qilmadik. Onada baribir bizlar bir kuysak, ona 100 chandon ortiqroq kuyinadi deb to'g'ri tushundik. Ammo vrachning ishxonasi bizlarning uyimizdan anchagina uzoqda edi. Qaynonamning uyiga yaqin edi. Shunday qilib, kunlar, oylar o'tdi. Homiladorlik 5 oylik bo'lganida ginekolog xotinimda jinsiy aloqani tamoman taqiqlabdi. Buning ustiga oxirgi oyda esa har ehtimolga qarshi butunlay shifoxonaga yotqizishdi. Men har kuni boshchining mo'kishidek bir ishga, bir shifoxonaga qatnaydigan bo'lgandim. Ustiga kun ora zalga ham borib turardim. Qaynonamnikiga ham kun bir rovga kirardim. Chunki o'g'limni bir kuni qaynonam bilan qoldirsam, bir kuni o'zim bilan olib ketardim. Qaynonam shuni iltimos qilgandi. Bir kuni ishdan mahalimda qaynonam qo'ng'iroq qilib qoldi. Yangi servant olgan ekan. Shuni kelib terib o'rnatib berib keting deb iltimos qilib qoldi. Xo'p, ishimdan keyin boraman deb aytdim. Aksiga olib ishdagi muammolar bilan o'sha kuni ishimda ancha kechgacha qolib ketdim. Kech bo'lsa-da ishdan chiqib, to'g'ri qaynonamnikiga yo'l oldim. O'g'limni ham olib ketishim kerak edi. Qaynonam meni juda ham iliq qarshi oldi. Kirganimdanoq qo'yarda qo'ymay meni dasturxonga o'tirgizib, osh suzib keldi. Ishni keyin qilasiz. Avval ovqatlanib oling deb ovqatga unday boshladi. To'g'risi o'zim ham juda ham och edim. Kuni bo'yi ishdagi muammolar bilan ovqatlanishga ham vaqt bo'lmagandi.
ishtaha bilan qaynonam qilgan ovqatni paqqos tushirar ekanman, qaynonam issiq choy damlab qarshimga kelib o'tirdi. Bolalar allaqachon uxlab qolishgan ekan. Ikkalamiz yolg'iz qolganimizdan qaynonamdan bir oz tortinib, qo'limni sochiqga artdim. Holatimni payqadi shekilli, qaynonam kulib, "Shavkatjon, bu nima qilganingiz? Qani oshdan oling, sovib qolmasin" deb ovqatga unday boshladi va keyin choy quyib uzatdi. Shundagina qaynonamning yoqasi achchiqroq ko'ylak kiyganiga e'tibor qildim. O'zim ham naq qulog'imgacha qizarganimni payqadim. Mening holatimni his qildi shekilli, qaynonam kulimsiraganicha u yoq bu yoqdan gapirib, oradagi vaziyatni yumshatishga harakat qilardi. Bir mahal menga qarab, "Aytganday, Shavkatjon, ozroq stresslaringizni chiqarasizmi?" deya kulimsiraganicha, "Men hozir" deya o'rnidan turib, oshxonaga o'tib ketdi. Sal o'tmay bir shisha konyak va bokalni ko'tarib kelib, oldimga qo'ydi va "Men hozir bolalardan bir xabar olay, siz olib o'tiring" degancha xonadan chiqib ketdi. Oxirgi marta qachon ichganimni ham eslolmayman. Dukkullab urayotgan yuragimni shu konyak bosishini o'yladim-u, konyakni quyib bir ko'tarishda ichib yubordim. Shunda sahroda bir necha kun suvsiz qolib ketgan tashna odam suv topib ichib, tanasi rohatlangandek his qildim. O'zimni yana ikkinchi marta quyib, bokalni bir zal bilan ko'tardim. Ichimga issiqlik yugurib, tanam sal boshlashgandek yengillik yugurdi badaniga. Oshni tanovul qilar ekanman, ozgina kayfiyatim ko'tarilayotgandi. Bir mahal qaynonam kirib keldi. "Zerikmay o'tiribsizmi?" deya yoqaramga kulib o'tirarkan, dimog'imga shirin bo'y urildi. "Keling, choy beray sizga" deya egilib o'zi piyolamni olar ekan, ko'zim yana uning egilganida yarim ochilgan ko'ksiga tushdi. Nima qilishimni bilmay ko'zimni olib qochdim qaynonamdan. "Choyni quying, oling" degancha piyolani uzatdi. Uning ko'zlariga tik qaragancha piyolaga qo'l uzatar ekanman, qo'lim uning barmoqlariga tekkanida ham u pinagini buzmadim. Qaytamga yana ham kulimsiraganicha ko'zlarimga bir zum sirli qarab, keyin uyalib ko'zlarini dasturxonga tikdi. Voy ajab! Uning bu nozlanib uyalishi go'shangaga kirgan kuyovning ro'parasida ilk bora turgan yosh kelinchakning holatiga o'xshardi. Shunda vujudim qizib, tanamda qon ko'pirayotganini his qildim. Endi hech tortinmay unga boshdan oyoq tikilib qararganman. Bu oppoq yuzlar, qopqora qoshlar, surma tortilgan chiroyli ko'zlar u qayrilma kipriklar, qaynonamning qomati haqiqatdan ham juda ham chiroyli edi. Xuddi qum soatga o'xshardi. Yana konyakni quyib, bir ko'tarishda bo'shatib qaynonamga gap otdim. "Oshdan oling, men bilan bir og'zimga osh tatmayapti. Sherik bo'ling menga." Qaynonam bir oz nozlanib turgach, "Mayli, gapingiz yerda qolmasin" deya o'zgacha bir ohangda gapirganicha oshda qo'l cho'zdi. Qaynonam ochig'idan chiq menga ko'sh suzib o'zga maylini bildirayotgandi. Konyakdan quyib unga uzatar ekanman, "Ha, unda bunisini ham yerda qoldirmang" dedim, tikka qarab. U bo'lsa, "Ha, shunaqami?" deya menga quvlik bilan kulimsiraganicha kutilmaganda qo'limdan olib, bokalni lablariga olib bordi. U bokalni qaytarib uzatar ekamga qo'shib, qo'lidan tutib uni og'zimga tortdim. Buni qanday yuz berganini to'g'risi o'zim ham payqamay qoldim. O'sha tundagi voqealarni to'liq ayta olmayman, ammo shuni aytishim mumkinki, o'sha damlarda men ham qaynonam bir-birimizga kim ekanligimizni tamoman unutib edik. Kiyinib yuvinib chiqqach, mehmonxonaga o'tib uxladim. Meni uyga o'tkazishganida allaqachon kun yorishib, bolalar kuychib qilib o'ynab yurgandi. Dam olish kuni edi. Ishga borishimni ham keragi yo'q. Va'da qilingan bahonadagi servantni bir amallab o'rnatib beribgach, o'g'limni olib o'z uyimga keldim. Uydagilarga oy oxiri hisob kitobimiz ko'payib ketgandi. Dam olish kuni ham ishlaylik deb, qariyb tong o'tguncha ishlab ishni tugatdik. Tong o'tgach o'g'limni borib olib kelyapman dedim va o'zim dam olishga kirib ketdim. O'sha kuni kechgacha uxlabman. Uydagilar kechki ovqatga turgizishdi. 2 kundan keyin xotinim ham eson-amon ko'zi yorida. Yana o'g'il. Juda ham suyundim. Dunyoda mendan da baxtli inson yo'q edi nazarimda. Mana o'sha ishlardan keyin ham oradan qariyb 1 yil o'tibdi. Bu vaqt ichida qaynonam bilan bir necha marotaba yuzma-yuz keldik. Har safar u ham men ham uyatdan ko'zimizni olib qochaveramiz. Biroq men buni berkitishga majburman. Mana aziz muxlislar, bugungi hikoyamiz soni ham o'z yakuniga yetib qoldi. Siz esa bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli, hayotiy, oilaviy voqealar soni kutib moqda.